Mana remontni gapiraymi, qulay manzili nima, narxi nima, mayli bir boshdan boshlaymiz. Oldin uy obzor qilib chiqamiz, keyin to'liq manzili video davomida aytib o'tamiz. Bismillah, pod'ezd bo'ylab kirar ekanmiz. Juda katta razmerlarda prixoshkamiz bo'ladi. Bu yerda shkaflarni qilib oyoq kiyim yechadigan joylargacha rashotlari olingan. To'g'rimizda birinchi xona ota-onalarning yotoqxona, o'zini mebellarigacha qilib qo'yilgan, hech kim yashamagan tayyor holatda bo'ladi. Va prixoshkamiz bo'ylab umumiy sanuzelimiz bo'ladi va uni yonida bolalar uchun yotoqxona alohida qilib qo'yilgan. Va uchinchi xonamiz mehmonxona, juda katta razmerlarda bo'ladi. Dit bilan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan ekan. Planskoy planirovka, 5 qavatli binoning 3-qavati. Zal bo'ylab 2 ga oltin balkonga ham chiqsak bo'ladi. Har bitta xonamizni ko'chaga qaralgan romlari tashab ketilgan. Turgan manzilimizga keladigan bo'lsak, Yashnobod tumanining eng rivojlangan hududi Kadish va bozorning ro'parasida shu ko'rib turgan 5 qavatli binolarning 3-qavati bo'ladi. Kadastr dokument oldi sotuvga tayyor. Barcha sharoitlari qilib qo'yilgan. Hech kim yashamagan uyi, faqat sababchi bolalar nomidan eng katta sabablarni qilib 73900 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari 300 metr 3-bekat metroga ham yaqin. Atrofida aytganimdek barcha sharoitlari bor. Video opsiyanida egalarining nomerini qoldiramiz. Sababchi bolalar nomidan to'g'ridan to'g'ri batafsil ma'lumot olib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.